Amir Temurning Buyuk imperiyasi dunyoning 4/3 qismiga hukmdorlik qilgan. 27 ta podshohni tiz cho'ktirib, 20 ta muhim harbiy janglarda g'alaba qozongan. 100 ga yaqin jang o'tkazib, hech birida mag'lub bo'lmagan. Tarixga ismini yengilmas Turon xoqoni Sohibqiron Amir Temur deb yozdi. Men hamma yerga shu uchun tug'ilmaganman. Men zabt etish uchun tug'ilganman. Ikkilanish bu halokat, shubhalanish esa tiz cho'kishdir. Men bo'yin egish uchun yaratilmaganman. Omad ehtiyotkorlar uchun emas, unga qat'iyat bilan intilganlarga keladi. Mening imperiyam sovg'a qilinmagan, janglar bilan qo'lga kiritilgan. Yetakchining kuchi uning armiyasi kuchidadir. Men qo'y boshchiligidagi sherlar armiyasidan qo'rqmayman. Ammo sher boshchiligidagi qo'ylar armiyasi haqiqiy kuchga aylanadi. Bunday kuch butun dunyoni larzaga soladi. Zaiflar tarix soyasida yashaydi. Kuchlilar o'z nomlarini muhrlaydilar. Hatto asrlar o'tsa ham mening ismim pichirlab emas, baland ovozda aytiladi.